Hammaga assalomu alaykum. Avtosfera kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi obzorimizda Kitayskiy Urus, ya'ni Deepal S07 elektr 2026-yil. Bu 630 talik max komplektatsiyasi. Buni bitta katta ultra pozitsiyasi ham bor. Ko'rinishidagi farqi, mana bu tumankasi sal boshqacharoq bo'ladi. Uni chiroyliroq ishlangan. Bu yonadigan o'rtada bo'ladi, oq yonadigan palasalari ham bo'ladi. Xo'p, ko'rinishi juda ham chiroyli. O'sha boya aytgandek Lamborghini Urusga sal o'xshashib ketadi. Kraskasi ham oq jemchug. Yaltiroqlari ham bor. Quyoshga chiqsa, shu yaltirab turadi. Xo'p, diskalarimizni razmeri 20. Diskalari ham juda ham chiroyli, supportlari ham ko'rinib turibdi. Xo'p, buni mashinaning xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, 80 vatli akkumulyatorga ega, 0 dan 100 gacha 607 sekund. Xo'p, buni 258 ta ot kuchi bor. Orqa vidushi, ikkita orqa balonni tortadi. Xo'p, tashqi ko'rinishlardan yana nimalari bor? 3 ta kamerasi mana 1, 2, 3. Umumiy holatda 360 gradusli kamerasi bor. Ko'rinishlari mana juda ham chiroyli. Orqa ko'rinishlariga keladigan bo'lsak, orqasi ham juda ham chiroyli mana S07 EV elektr deb yozib qo'yilgan. Unaqa katta farqlari bo'lmaydi. İçlarini ham ko'rishinglar mumkin. Bagajnik obyomi ham juda ham katta, zo'r. Xo'p, endi ichki qismiga o'tamiz buni saloniga. Ichida juda ham приятный koja Deepalniki и обновленный salon уже bu yog'ida ko'rishinglar mumkin. Ruchkalari eski обновлениясida knopkali bo'ladi bu yerda. Akustikalari ham bu Deepalni o'zini akustikasi, ultra pozitsiyasida Dolby Atmos akustikasi bo'ladi. Bu yog'ida mana ko'rishinglar mumkin, bu yerda podsvetkalari bo'ladi. Ultra pozitsiyasi, buni podsvetkasi yo'q. Xo'p, rulida nimalar bor? Juda ham qulay. Mikrofon boshqarish, avtoparkovkalar, kurs kontrollar, hamma narsasi bor ekan. Xo'p, bundan tashqari avtomobilimizni sistemasiga keladigan bo'lsak, приложениялari, настройкалari, hamma narsasi bor, avtoparkovkalarigacha bor ekan. Oldi sidenyalarda isitish, sovutish tizimlari, ultra pozitsiyasida oldi passajirda, ya'ni yo'lovchi sidenyasida atamanka massajlari bo'ladi. Bu max pozitsiya bo'lgani uchun bunda bo'lmaydi. Xolodilnigi ham yo'q, buni ultrasida bo'ladi. Xo'p, bu yerda беспроводной zaryadkalari bor ekan, ikkita. Undan tashqari juda ham chuqur ekan bular ham. Ko'rishinglar mumkin. Head-up displeyi bor ekan avtomobilimizni, juda ham qulay. Buni ham o'zingizlarga nastroyka qilib, to'g'rilab, kartalarni, hamma narsani chiqarib qo'yishinglar bo'ladi. Xo'p, avtomobilimizni bokovoylarida slipoy zona hamda o'sha bokovoy oynalarni isitish funksiyasi bor ekan. Xo'p, tepada avariyni knopkalari ochki qo'yadigan joylari ham bor ekan. Xo'p, panoramasi juda ham chiroyli, katta ekan panoramasi ham. Konditsionerlari zo'r muzlatar ekan buni. Yana bitta eng muhim ma'lumotlardan biri, bunda akkumulyatori litiy jelezofosfatniy bo'ladi. Ma'lumot sifatida aytib o'taman. Xo'p, avtomobillarimiz Toshkent bo'yicha endi faqat bizga kirib keldi hozircha. Elektr o'sha 630 maxlari narxi 29900. Salonga kelib, savdoyizga yarasha narxini yana tushirib beramiz, bonuslari bilan, garantiyalari bilan qilib beramiz. Mashinamiz qiziq bo'lgan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar, ishinglarni bir kunda hal qilib beramiz. Ko'rganingiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.